Hammaga salom foydakashlar, Foydakash YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib Telegramda ko'proq istoriya qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni Telegramda siz istoriya qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa demak yozuvlar chiqib qolmoqda. Ya'ni kuniga bitta istoriya qo'yish. Lekin mana shuni siz 10 ta yoki 20 talab xohlagancha demak istoriya qo'yishni o'rganamiz. Do'stlar, videomizni boshlashdan oldin videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardik. Chunki bu bizning kanalimizning rivojiga va videolar sifatiga juda ham katta ta'sir qiladi. Agar siz like va kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz videorolikni davom ettiramiz. Nega Telegramda har kuni bitta dona story qo'yish mumkin degan savolga men birinchi o'rinda javob bermoqchiman. Chunki hozirda Telegram bitta qonuncha chiqarib qo'yibdi, ya'ni o'ziga demak Telegramda pullik xizmatlari bor. Bu pullik xizmatlari Telegram Premium hisoblanadi. Mana shu Telegram Premiumni sotuvini oshirish maqsadida Telegram o'zining Telegram storysini, ya'ni limitini ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, Telegram Premium sotib olishingiz kerak bo'ladi. Telegram Premium sotib olganingizdan so'ng siz bir kunda xohlagancha story qo'ysangiz bo'ladi. Agar Telegram Premium sotib olmasangiz, bir kunda bitta dona, ya'ni 24 soat ichida bir kunda bir dona story qo'ysangiz bo'ladi. Bu esa Telegram Premiumning sotuvini oshiradi va siz xohlagancha bir kun davomida, demak 24 soat davomida xohlagancha story qo'yasiz. Demak, Telegram Premiumlar do'stlar 1 oyligi bor, 3 oyligi bor, 6 oyligi bor, 1 yilligi bor. Telegram Premium qanday qilib olinadi? Telegram Premium birinchi navbatda siz mana shu chatlarni qidirish joyidan Premium bot deb qidirib topasiz va aynan mana shu original Premium botga kirasiz va boshlashni bosib, demak video davomida men qanday qilib olishni ko'rsataman. Bu Telegram Premiumni men obunachimga olib beryapman. Demak, Premium botga kirib olamiz va bu yerdan start buyrug'ini bosamiz. Bosganimizdan so'ng men 1 oylik Telegram Premium olyapman. Shuning uchun 1 oylik tugmachasini bosaman. Bu yerga men Visa karta raqam, karta himoya kodi va CVV kod, 3 xonalik kodni kirgizamiz. Kirgizganimizdan so'ng to'lash tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar, biz o'zimizning Visa kartamizga ulangan nomerga SMS kod boradi, ya'ni pulni yechish uchun bu bot. Demak, SMS kodni mana shu kod kirgizish joyiga kirgizishimiz kerak bo'ladi. Kod do'stlar 10-15 sekund ichida yetib keladi. Mana kodimiz yetib keldi. Mana shu kodni bu yerga kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng esa Verify tugmachasini bosadigan bo'lsak, bizning to'lovimizni qabul qiladi va bizning kartamizdan 35.990 so'm, ya'ni 1 oylik Telegram Premiumni pulini yechib oladi. Mana Telegram Premium olindi, ko'rishingiz mumkin. 1 oylik Telegram Premiumni biz oldik. Bu usul orqali siz do'stlar Telegram Premium olishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina do'stlar bittagina ozgina qiyinchiligi bor. Ya'ni siz aynan original Telegramdan Telegram Premium ola olmaysiz. Mana shu Telegramdan siz Telegram Premium ola olmaysiz. Chunki bu sizning to'lovingizni qabul qilmaydi va to'lovingiz o'tgan taqdirda ham sizning demak akkauntingizga Telegram Premium bermaydi. Lekin siz boshqa usul orqali Telegram Premiumni oson olishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqida men YouTube kanalimga boshdan oxirigacha bir videoni ko'radigan bo'lsangiz, siz uni aniq tushunib olasiz qanday qilib Telegram Premium olishligini. U videoni siz qayerdan topasiz? Demak, YouTube kanalimga kirasiz, ya'ni Foydakash YouTube kanalimga kirasiz. Mana shu kanalga obuna bo'lasiz. Bu videoga like bosasiz. Like bosib obuna bo'lganingizdan so'ng aynan mana shu Telegram Premium olish siri nomli videomizni boshdan oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz Telegram Premiumni 100% sotib oladigan darajaga yetasiz do'stlar. Arzon o'zini narxida sotib olasiz agar mana shu videoni boshdan oxirigacha ko'rsangiz. Bu videoda men qanday qilib Telegram Premium olishlikni va qaysi kartalardan, ya'ni qaysi Visa kartalardan Telegram Premium olish mumkinligini tushuntirib o'tganman. Video atiga 17 minut. Mana shu 17 minutni boshdan oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz bemalol Telegram Premium olishlikni o'rganib olasiz. Agar shu videoni ko'rib ham Telegram Premium olishni tushunmayotgan bo'lsangiz yoki qiynalayotgan bo'lsangiz, Telegramda qidiruv joyiga do'stlar Foydakash
pastki chiziq isbot bizning Telegram kanalimizni qidirib topasiz. Aynan mana shu foydakash isbot deb yozadigan bo'lsangiz, bizning Telegram kanal kelib chiqadi. Mana shu Telegram kanalga birinchi navbatda obuna bo'lasiz. Obuna bo'lgandan so'ng do'stlar, kanal profilida adminlar bor. Mana shu adminlarga yozish orqali siz Telegram Premiumni bizdan ishonchli narxda sotib olasiz do'stlar. Va do'stlar, bizning mana shu foydakash isbot kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda mana shu foydakash isbot Telegram kanalimiz 500 ta obunachi bo'lgandan so'ng men katta konkurs qilaman. Bu konkursda siz tekinga Telegram Premium yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yib, bizning postlarimizni kuzatishda davom etsangiz, mana shu kanalim qachonki 500 ta obunachiga yetganda men Telegramda, mana shu Telegram kanalimda oldingidek Telegram Premium konkursini qilaman va yutgan ishtirokchilarga Telegram Premiumni tekinga hadya qilaman. Albatta mana shu Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying, juda ham foydali va manfaatli kanal hisoblanadi. Mana shu Dadaxon O adminiga yozish orqali bizdan Telegram Premium sotib olishingiz mumkin. Yoki mana bu yerda spam oladigan bo'lsangiz, mana shu foydagash spam adminga boshlashni bosib, Premium kerak, narx va karta raqam tashlang deb yozasiz. Yozganingizdan so'ng bu admin o'qib chiqadi va sizga Premium narxlarini va karta raqam tashlaydi va to'lov qilib siz o'z raqamingizni tashlaysiz va sizning akkauntingizga kirib Telegram Premium olib beradi yoki kirmasdan ham olib berishi mumkin. Bu bizning xizmatlarimiz ichida bor. Mashinliklarga aldanib qolmang, ishonchli va tezkor Telegram Premiumlar kerak bo'ladigan bo'lsa, foydakash isbot Telegram kanaliga kiring va bizni mana shu kanalimizga kirib kuzatishda davom eting. Do'stlar, bu videorolik qisman kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.